Assalomu alaykum hurmatli bankimiz klientlari, mijozlari, mani ismim Ro'shan Ermatov, shu yerda boshqaruvchi o'rinbosariman. Sizlarga ozgina vaqtinglarni olamiz. Sizlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 17-yanvardagi 25-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi va PK12 son bilan 2024-yil 7-sentyabrda kichik biznes uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 312-qarorlari hamda Prezidentining raisligida 24-yil 16-dekabrda o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida tijorat banklari zimmasiga bir qator vazifalar belgilangan. Xususan, uy-ichi tajribasi asosida tijorat banklari zimmalariga kichik, o'rta va yirik biznes vakillari iborat bank mijozlari bilan muntazam ravishda uchrashuvlar tashkil qilish, ya'ni uchrashuvlar tashkil qilish, uchrashuvlar tomonidan ko'tarilgan masalalarni o'rganish va masalalarni hal etish choralarini ko'rish vazifasi yuklatilgan. Bu ya'ni bizga, sizlar ham masalalar chiqsa bizga hal qilib berishimizga, yordam berishimizga kerak. Ushbu masalada mazkur uchrashuv tashkil qilinmoqda. Uchrashuvdan maqsad bank tomonidan aholi bandligini ta'minlash, daromadni oshirish va yana ish o'rinlari yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan tizimli chora-tadbirlar, biznesni qo'llab-quvvatlash uchun yaratilayotgan imkoniyat va imtiyozlar, shuningdek bankning yangi mahsulotlari va xizmatlari haqida batafsil tushunchalar beriladi. Sizlar bilan yangi ish o'rinlari yaratish va biznesni yuritish yuzasidan kelayotgan masalalar bo'lsa muhokama qilamiz. So'ng uchrashuvda qatnashuvchilar muammo, masalalar, murojaat, fikr, mulohazalar tinglash uchun uchrashuv yakunida birma-bir so'z beriladi. Ruxsat bersanglar, so'zni korporativ bo'lim boshlig'i Sharafuddinov Burxonovdan sizlarga batafsil shu bizning produktlarimiz haqida ma'lumot beradi. Qarori bo'yicha hozirgi kunda tadbirkorlarga 100 million so'mgacha garovsiz kreditlar joriy qilingan. Yangi yildan qanaqa bo'ladi? Tadbirkorlar 100 million so'mgacha garovsiz kredit olsa bo'ladi, asosiy hisobga olish uchun yoki aylanalarni to'ldirish uchun. Bunda imtiyozli tarafi shundaki, boshqa kredit mahsulotlarida garov talab qilinadi. O'zimiz kredit mahsulotlarida 312-qaror bo'yicha chiqarilgan kreditlarimizda hech qanaqa garov so'ralmaydi. Hamda o'sha aylanalarni yoki asosiy hisobga olish uchun chiqariladi. Undan tashqari bu 312-qaror bo'yicha umumiy kredit summasi 100 million so'mgacha olsa bo'ladi. Bunda faqat ko'rsatilgan 100 million qismi garovsiz bo'ladi, 200 million qismi garovli bo'ladi. Ya'ni 300 million olsangiz faqat tadbirkorlarga beriladimi? qarang, bu kredit mahsuloti talab bo'yicha oxirgi 12 oy ishlab turgan tadbirkorlarga. YTTmi yo MCJmi? YTTlarga boring. Yo'q, 312 garovsiz. YTTlarga 100 million so'mgacha naqd pulda kredit bor, lekin garov evaziga u narsani ko'rib chiqsak bo'ladi. Misol uchun, yengilchilik bo'lsa ham garov bo'y bergan hisobini ko'rib chiqsa bo'ladi. Unda sizga o'sha bank kassasidan naqd pulda kredit beriladi. 100 million so'mgacha. Muddati 12 oyga bo'ladi. Foizlari qanaqa? 24%. Bu imtiyozli-da, hozir naqd pulda bu hozir boshqa kredit mahsulotlarini ko'rsangiz, kreditlar qilingan kreditlar 24%. keyin shu jismoniy shaxslarga ham bor kreditlarimiz. Jismoniy shaxslar, ya'ni prezidentimizning PK12-qarorlari. Bu ya'ni uyda bo'sh o'tirgan ayollar, erkaklar yoki haqiqatan ishlab turgan ayol, erkaklarga ola olmaydi bu kreditni. Ya'ni bu 50 million so'mgacha. Yo'q, daromad bu hech qanaqa ishsiz, masalan, ustachilik, hunarmandchilik, tikuvchilik, kasanachilik yo'nalishlarda olsangiz bo'ladi. 50 million so'mgacha imtiyozli foizlarda 24% kredit beramiz. Necha oyga bu? Bu 3 yilgacha. Ya'ni o'sha uyda o'tirib tadbirkorlik qilmoqchi bo'lganlar uchun o'z-o'zini band qiladi. O'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida soliq organidan ro'yxatga o'tadi va o'sha asosida o'z yo'nalishlari bor. Misol uchun tikuvchilik yo'nalishi bor, taksichilik bor, sartaroshlik bor.
shunaqa qilib turib olsa bo'ladi. Bundan maqsad ishsiz aholini ish bilan ta'minlash. Bank kredit ajratadi, ishsiz aholi o'zini tadbirkorlikka jalb qiladi. Shu o'zini band qilgan shaxs sifatida. Bu o'sha prezidentimizning 42 qarori bo'yicha chiqarilgan kreditlarimiz. O'zi aslida jismoniy shaxslarga kreditlarimizni eng past foizi 30%, 31%, 32% dan boshlanadi. Bu imtiyozli 24% dan bo'ladi. Agar imенно tadbirkorlik yo'nalishida ishlamoqchi bo'lgan fuqarolarga. Yana kimda qanaqa savollar bor? Marhamat. Agar kimda savollar qolmagan bo'lsa, agar savolinglar bo'lsa, marhamat qilib u ikkita bo'lim bor, chakana bo'limi yoki korporativ biznes bo'yicha Burxoniddin, Jaloliddin batafsil yana kimdir savol bo'lsa qo'shimcha